Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana xudo xolasa Loyan firmamizdan o'sha hali xalq tilida aytganda mol toshiydigan, hayvon toshiydigan deb aytiladigan motorolimiz yetib keldi. Nurabeyimiz. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa nomer qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bir sidra obzor. Oldi faralarni yangicha dizaynda qilindi. Oldi faralar, hop magnitofonlari bor. Tablolar elektronniy, damkirati bor. Bakovoy oynasi, zaryadniki. Zaryadniklari. Bahorasi ko'rinishi. Taglarni ko'rsataman endi. Mana tag qismlari. Bunga resor bo'lmaydi. Amortizatorli, prujunali bo'ladi. Katta prujuna, amortizator qo'yilgan bo'ladi. Rama bitta usilenda o'tib ketgan bo'ladi. Tag qismlari ko'rinishi. Balonlarimiz 5 ga 12, 5 taligidan bo'ldi. Akkumulyatorimiz 65 likdan bo'ladi. 6 ta 72 65. Mana xudo xolasa migalari ham, motori ham 1800 mil motorlar. Anijinlarga chamirog'i bor, zapaska balonlari. Mana holati, ishlarining ko'rinishi. Mana orqa ko'rinishlari buni. Bortimiz razmeriga keladigan bo'lsak, endi 1.30 bo'ladi. Tashqaridan tashqariga o'lchangan. Uzunligi mana 1.80 bo'ladi, tashqaridan tashqariga o'lchangan. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar, kimga kerak bo'lsa.